Janubiy Kifudagi millionlab kongoliklar o'z mintaqalaridagi ekstremal yo'llarda harakatlanish uchun kurashmoqda. 64 kim masofani bosib o'tish uchun ushbu yuk mashinasi sayohatda 3 kungacha vaqt sarflashi mumkin. Bu mintaqadagi yo'llarni bosib o'tish uchun ishtiyoq va jasorat kerak. Janubiy Kifu shaharlari tashqi dunyodan deyarli butunlay uzilgan. Tuproq qatlamida koltan, kobalt, oltin kabi ko'plab qimmatli minerallar mavjud. Ayni paytda yer yuzida odamlar qashshoqlikka o'ralgan holda yashaydilar. Bu safar ay yildiz sizni Janubiy Kifudagi hayotni ko'rishga taklif qiladi. Janubiy Kifu Kongo Demokratik Respublikasidagi provinsiya, Markaziy Afrikadagi davlat. Bukavu shahri Janubiy Kifu poytaxti. Bu viloyat o'zining boy tabiiy resurslari bilan mashhur. Ammo ular qurolli to'qnashuvlar, gumanitar muammolar va keng tarqalgan korrupsiya kabi muammolarga ham duch kelishmoqda. Kongo aholisi oziq-ovqat, dori-darmon va yoqilg'i yetkazib berish uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 g'ildirakli eski yuk mashinalaridan foydalanadi. Bu yerda eng yomon narsa va haydovchilar yomg'ir yog'ishidan qo'rqishadi. Yomg'ir yog'sa, yo'llar juda sirpanchiq va loyqa bo'ladi. Ular yuk mashinasini loydan olib chiqish uchun soatlab kurashdilar. Bundan tashqari, ularni kepodagi tuzoqlar ta'qib qiladi. Ko'p qaroqchilar istalgan vaqtda kelishi mumkin. Bu yerda ko'plab o'g'irliklar sodir bo'ladi. Bu yerda yashash narxi Yevropa shaharlariga qaraganda qimmatroq. Benzin zaxiralari yuk mashinalari yordamida bidonlarda yetkazib beriladi. Bularning barchasi uchun xalq katta narx to'lashi kerak. Bu yog'och taxta do'konlarini bu yerda hashamatli oziq-ovqat do'konlari deyish mumkin. Osmonda yashash narxi yuqori bo'lgan uzoq hudud. Bu yerda nega 80 mingga yaqin odam istiqomat qiladi? Javob oltin. Bu hududdan oqib o'tadigan Ulundi daryosida katta xazinalar mavjud. Shabunda joylashgan oltin savdo uylari qo'ziqorin kabi ko'paymoqda. Bu kondan olingan oltin kukuni Dubayga sotiladi. Shabunda 1 gram oltin 40 funt edi. Dubayda esa bu oltin yana 200 funtdan sotiladi. 2014 yilda qimmatbaho metal topilganidan beri minglab odamlar Ulundi daryosiga boylik izlash uchun kelishgan. O'nlab eski kichik qayiqlar konchilarni kon maydoniga olib boradi. Ulundi daryosining har bir sohilida 200 dan ortiq noqonuniy konchilar joylashgan. Bu daryodan yiliga o'rtacha 500 dan 700 kilogrammgacha oltin qazib olinadi. Ammo Kongo xalqi juda kam foyda ko'rayotgani juda achinarli. Ulundi daryosiga boshpana topishdan. Bu mintaqada eng ko'p oltin. Boshqa tomondan, Kongodagi oltin konchilar todalar tomonidan soliqqa tortiladi. Daryo tubini ancha samarali uskunalar bilan chuqurlashtirayotgan Xitoy kompaniyalari kemalari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Xitoy kompaniyalari Kongo hukumatiga pul berib, ular bilan shartnomalar tuzdilar. Shuningdek, ularning xavfsizligi uchun qurolli guruhlarni yollash. Shabunda shahri bu tillalardan naf ko'rmadi. Bu shaharda toza suv yo'q. Daryo ularning yagona toza suv manbai hisoblanadi. Boshqa tomondan, oltin qazib olish va qayta ishlash chiqindilari har yili deyarli 1 tonna smogni daryolarga chiqarib yubordi.
Bu asta-sekin oldiradigan zahar. Eng xavflisi shundaki, odamlar bunga ishonmaydilar. Kongo Respublikasida yer ostida 23 milliard funt sterlinglik oltin borligi taxmin qilinmoqda. Bu shaharda taxminan 437 trillion rupiya bor. Bu mamlakatda korrupsion elitani boy qilish uchun yetarli. Garchi ular ulkan mineral boyliklarga ega bo'lsalar ham, lekin bu hudud yaqin orada o'zgarmaydi. Asosiy ayb bu mamlakatni yeb ketayotgan korrupsiyada. Bu yerda odamlar modernizatsiyani uzoq orzu deb bilishadi. Bu mumkin emas. Bu yerdagi odamlarning hayoti qiyinchiliklardan xoli emas. Ular ko'pincha sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalaridan foydalanish imkoniyati yetishmasligiga duch kelishadi. Bundan tashqari, o'rmonlarning kesilishi va tabiiy resurslardan foydalanish xavfi ham jamiyat tomonidan sezila boshladi. Kongodagi ko'chalar, Kongodagi yo'llar, ayniqsa qishloq joylarida juda yomon. Biz boradigan yo'l silliq asfaltlangan yo'l emas, balki katta teshiklar, ko'lmaklar va qalin loyga to'la tuproq yo'ldir. Yomg'irli mavsumda bu yo'llar deyarli o'tib bo'lmaydigan loy ko'lmaklariga aylanadi. Hatto og'ir transport vositalarida ham. Kongoda bir necha soat davom etadigan sayohat bir necha kun davom etishi mumkin. Bu yerdagi yo'llarning yomon ahvoli nafaqat aholining kundalik turmushini qiyinlashtirmoqda, balki mamlakat iqtisodiy o'sishiga ham to'sqinlik qilmoqda. Odamlar o'z qishlog'idagi yo'llar ta'mirlangan kelajakni, odamlarning bemalol sayohat qilishini, yaxshi yashashini orzu qiladi. Biroq shu paytgacha bu orzu haqiqatdan uzoqda. Kongo Demokratik Respublikasida millionlab odamlar o'zgarishlarga umid qilishda davom etmoqda.